Olganga yarasha xuddi shunaqasida olaman deb yurganlar videoga bitta like bosib qo'ysanglar bo'ladi. Narxini ham akalar zo'r narxda gaplashib qo'yganman. Agar hozir olishga imkoniyatingiz bo'lmasa, eng yaqin furachi do'stingizga jo'natib qo'ysangiz bo'ladi. Xuddi siz sababchi bo'lib, mana shu furani egasi bo'lishi mumkin. Volvo Euro 6 bu 500 taga akalar Krone Pritsep bilan birgalikda sotuvga qo'yildi. Galavan 2015-yilda ishlab chiqilgan, Pritsep yili 2016-yilda ishlab chiqilgan. Krone Pritsep moslari, saf mos, lenta akalari ham bor. Tegachchi mana oldi balolarning holatini ko'rsanglar bo'ladi, yangi ekan. Baklari bu tomonda 450 ta, u tomonda ham 450 talik bak bilan jihozlangan. Bu mana orqa balolarning holati. Pritsepni ichi usilini qilingan, taxtalari hammasi joyida turibdi. Tentlari ham, mana pollari ham yaxshi holatda akalar. Hozir tozalanmagan ekan, lekin o'zi zo'r holatda. Salonni ichki holatlarini ko'ring akalar. Buni shoper minmagan, egalarning o'zlari mingan. Shuning uchun ham chiroyli qarab minilgan mashina. Yurgan masofasi 939 ming kilometr masofani bosib o'tgan robot korobkada 2 tali spalni, ratsiya, taxograf, hamma narsalari bor. Ko'rsanglar bo'ladi. Ana endi hamma uchun eng qiziq bo'lgan joyi, fura narxiga keladigan bo'lsak, akalar narxini 59960 dollarga gaplashib qo'ydim. Realni oladiganlar bo'lsa, furani oldiga kelib, ko'rib, haydab ko'rib yoqtiringlar. TVSda yana kelishtirib beriladigan joylari bor. Qiziqqonli egalariga telefon qilib yana batafsil ma'lumot olsanglar bo'ladi. Manzil Andijon viloyati, Andijon shahrida turibdi. Bu videoni eng yaqin furachidan ishlarga jo'natib qo'yishim esdan chiqmasa, agar hali ham bizni obuna bo'lmasa, kuzatayotgan bo'lsangiz, bizga obuna bo'lib qo'ying. Hammaga rahmat.